Savol: Qur'onda ham Injildagi 10 ta vasiyatga o'xshash narsa bormi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Ushbu savolni Qur'oni Karim haqida qiziqish bildirib yo'llaganingiz uchun tashakkur. Qur'oni Karimda ba'zi ulamolar 10 ta vasiyat oyatlari deb atagan oyatlar mavjud. Bu oyatlarda Alloh insoniyatga bergan 10 ta buyuk vasiyat mujassam bo'lib, bular Qur'oni Karimning 2 joyida kelgan. Birinchisi An'om surasida. Alloh taolo aytadi: "Va anzir bihillazina yakhafuna an yuhsharu ila robbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wa la shafi'un la'allahum yattaqun." Ey Muhammad alayhissalatu vassalom, bu Qur'on bilan o'zlari uchun Allohdan o'zga na bir do'st va na bir oqlovchi bo'lmagan holda Parvardigorlari dargohida to'planishdan qo'rqadigan zotlarni ogohlantiring. Shoyat ular Allohdan qo'rqsalar. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Ey Muhammad alayhissalatu vassalom, siz erta-yu kech Parvardigorlarining yuzini istab, unga iltijo qiladigan zotlarni huzuringizdan haydamang. Ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alayhim min shay'in fatatrudahum fatakuna min az-zalimin. Sizning zimmangizda ularning hisob kitoblaridan hech narsa yo'qdir va sizning hisob kitobingizdan ularning zimmalarida hech narsa yo'qdir. Bas, ularni haydab zolimlardan bo'lib qolmang. Va kazalika fatanna ba'dahum bi ba'dil yaqulu ahaula'i manallohu alayhim min baynina alayhisallohu bi'a'lama bish-shakirin. Bizlarning oramizdan ana o'shalarga Alloh inom qilgan emishmi deyishlari uchun ularning ba'zilarini ba'zilari bilan ana shunday imtihon qildik. Axir shukr qiluvchilarni Alloh yaxshiroq bilguvchi emasmi? An'om surasi 51-53 oyatlar. Ikkinchisi Isro surasida kelgan. Alloh taolo aytadi: "Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana." Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Agar ularning ota-onangizning birovi yoki har ikkisi sening qo'l ostingda keksalik yoshiga yetsalar, ularga qarab uf tortma va ularning so'zlarini qaytarma. Ularga doimo yaxshi so'z ayt. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ular uchun mehribonlik bilan xorlik qanotini past tut, xokisor bo'l va Parvardigorim, meni ular go'daklik chog'imdan tarbiyalab o'stirganlaridek, sen ham ularga rahm shafqat qilgin deb haqlariga duo qil. Robbukum a'lamu bima fi nufusikum. Ey insonlar, Parvardigoringiz dillaringizdagi sirlaringizni juda yaxshi bilguvchidir. In takunu solihin fa innahu kana lil awwabin ghafura. Agar sizlar yaxshi bo'lsangizlar, ya'ni ota-onangizning huquqlarini tanib, ularga mehribon bo'lsangizlar, albatta Alloh bilmasdan qilgan gunohlaringizni mag'firat qilur. Zero u tavba qilguvchilarni mag'firat etuvchi bo'lgan zotdir. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Ey Muhammad alayhissalatu vassalom, qavmi qarindoshga, miskin va yo'lovchiga xayr va ehson qilish bilan haqlarini ado eting va isrofgarchilikka yo'l qo'ymang. Innal mubazzirina kanu ikhwanash-shayatin va kana ash-shaytonu li rabbih kafura. Chunki isrof qilguvchilar shaytonlarning do'stlari bo'lgan kimsalardir. Shayton esa Parvardigoriga butunlay kofir bo'lgandir. Va imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min robbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Agar siz Parvardigoringiz tomonidan bo'ladigan marhamatdan umidvor holingizda, hozir qo'lingizda bo'lmagani sababli xayr ehson qilish imkonini topmay, ulardan, ya'ni qavm qarindosh, miskin va yo'lovchilardan yuz o'giradigan bo'lsangiz, u holda ularga yumshoq so'z ayting. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Baxillik bilan qo'lingizni bo'yningizga bog'lab ham olmang. Isrofgarchilik qilish bilan uni butunlay yozib ham yubormang.
Aks holda malomat va nadomatda qolursiz. Inna robbaka yabsutur rizqa liman yasha'u va yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Shubhasiz, Parvardigoringiz o'zi xohlagan kishilarning rizqini keng qilur va o'zi xohlagan kishilarning rizqini tang qilur. Albatta u bandalaridan ogoh va ularni ko'rib turguvchi bo'lgan zotdir. Wala taqtulu awladakum khashyata imlaq. Ey insonlar, bolalaringizni yo'qchilikdan qo'rqib o'ldirmangizlar. Nahnu narzuquhum va iyyakum. Ularga ham, sizlarga ham biz o'zimiz rizq berurmiz. Inna qatlahum kana xita'an kabira. Ularni o'ldirmoq shak shubhasiz katta xatodir. Wala taqrabuz zina. Zinoga yaqinlashmanglar. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Chunki u buzuqlikdir, eng yomon yo'ldir. Wala taqtulun nafsallati harramallohu illa bil haqq. Allah o'ldirishni harom qilgan jonni, ya'ni qatl etilishga mustahiq bo'lmagan jonni nohaq o'ldirmangiz. Magar haq shar'iy qonun bilangina o'ldirishingiz mumkindir. Va man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultana. Kimki mazlum bo'lgan holida, ya'ni nohaq o'ldirilsa, biz uning egasi, vorisi uchun qasos olishga saltanat, huquq bergandirmiz. Fala yusrif fil qatl, innahu kana mansura. Bas, u qotilni o'ldirishda haddan oshmasin, ya'ni qotilning o'rniga boshqa birovni o'ldirmasin, yo bir kishining muqobiliga ikki kishini o'ldirmasin, yoki qotilni o'ldirishda uning quloq burnini kesmasin. Zero u Alloh tomonidan qotilning ustiga g'olib qilingan zotdir. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Yetimning moliga to u balog'at yoshiga yetgunicha yaqinlashmanglar, magar eng chiroyli yo'sinda, unga biron ziyon yetkazmasdan yaqinlashinglar, tasarruf qilinglar. Va awfu bil ahd. Innal ahda kana mas'ula. Ahdga vafo qilinglar. Zero ahd paymon qiyomat kuni mas'ul bo'linadigan ishdir. Va awful kayla idza kiltum wazinu bil qistosil mustaqim. Zalika khayrun va ahsanu ta'wila. O'rtalaringizdagi oldi-berdi, savdo sotiqdan biron narsani o'lchagan vaqtlaringizda o'lchovni to'la to'kis qilinglar va to'g'ri tarozi bilan tortinglar. Mana shu eng yaxshi va chiroyli yechim hukmdir. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ey inson, o'zing aniq bilmagan narsaga ergashma. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Chunki quloq, ko'z, dil bularning barchasi to'g'risida har bir inson mas'ul bo'lur. Ya'ni eshitgan, ko'rgan, ishongan har bir narsasi uchun kishi qiyomat kunida javob beradi. Wala tamshi fil ardi maraha. Yer yuzida kibr havo bilan yurmagin. Innaka lan takhriqal arda va lan tablughal jibala tula. Chunki sen oyoqlaring bilan hargiz yerni teshib uning tubiga keta olmaysan va bo'yi basta tog'larga yeta olmaysan. Bas, bu qadar ojiz ekansan, nechun kibru havo qilursan? Kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda robbika makruha. Bularning, ya'ni yuqoridagi oyatlarda man etilgan narsalarning barchasi Parvardigoringiz nazdida makruh bo'lgan gunohlardir. Zalika mimma awha ilayka robbuka minal hikma. Ey Muhammad alayhissalatu vassalom, bu oyatlar Parvardigoringiz sizga vahiy qilgan hikmatlardan ayrimlaridir. Wala taj'al ma'allohi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura. Siz Alloh bilan birga yana boshqa biron iloh bor deb malomatlangan va Allohning rahmatidan quvilgan holda jahannamga tashlanmang. Isro surasi 23-39-oyatlar. Hurmatli savol beruvchi birodarim, ushbu oyatlarni atroflicha o'rganib chiqqaningizdan so'ng Qur'oni Karimga bo'lgan munosabatingiz ilgarigidan ham yaxshilanishiga, bu hayotingizda burilish nuqtasi bo'lishiga va islomni qabul qilish sari sharafli yo'l bo'lib xizmat qilishiga umid qilamiz. Sizga doimo muvaffaqiyat tilaymiz. Hidoyatga ergashganlarga salom bo'lsin. Alloh bilguvchiroqdir.